Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan esnash tabiiy holatmi yo bo'lmasa bir attı kasallik belgisimi? Shu to'g'risida gaplashamiz. Esnash bu organizmda bosh miyaga yaxshi kislorod oziqa moddalar yetkazib bermaganligi hisobiga yuzaga keladigan refleks holati hisoblanadi. Bu himoya refleksi, ya'ni bosh miyada kislorod oziqa moddalar yetishmovchiligini yetkazib beruvchi signal hisoblanadi. Bu tabiiy holat ham bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa birorta kasallik belgisi ham bo'lishi mumkin. Qachon tabiiy, ya'ni funksional holat bo'ladi, shunlarni ko'rib ketamiz. Birinchisi bu yetarlicha uyqu bo'lmaganda, ya'ni chuqur uyqu muvozanati buzilganda yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi, ko'p ovqatlanganda yuzaga kelishi mumkin. Bu ko'p ovqatlanganda bosh miyaga yetarli miqdorda kislorod hamda oziqa moddalar yetkazib berolmasligi bilan bog'liq. Keyingi sababi stress omillari bo'lishi mumkin. Qanaqadir tushkunlik yo bo'lmasa urush janjaldan keyin yuzaga kelishi mumkin. Keyingi omili tinchlantiruvchi, uxlatuvchi dori vositalari iste'mol qilinganda shuni dorini ta'siri hisobiga bo'lishi mumkin. Yana bir qancha sabablari bor. Misol uchun ma'ruza zallarida ma'ruza o'qilganda odam ko'p bo'lganda xona tarkibida kislorod miqdori kamayib ketishi hisobiga bo'lishi mumkin. Endi kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Bu qachonki organizmda ko'p esnash holatlari, tinimsiz esnash holatlari yuzaga kelsa, bu kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu qaysi kasalliklar? Ya'ni kamqonlik bilan kasallangan bemorlarda ham ko'p esnash holati yuzaga keladi. Chunki qon tarkibidagi gemoglobin, nitroslar miqdori kamayib ketishi hamda bosh miyaga yetarli miqdorda kislorod oziqa moddalar yetkazib bermasligi hisobiga gipoksiya holati yuzaga keladi. Undan tashqari bosh miyani qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlaridagi o'zgarishlar, ya'ni qon tomirlari yog'lar o'tirib qolishi, spazm bo'lishi, qisilishi, ezilishi hisobiga yaxshi qon bilan ta'minlab bera olmaydigan bo'lsa, shu holat yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari bosh miyadagi o'choqli buzilishlar, epilepsiya holatlari, Parkinson holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu holatlarda ham ko'p esnash holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari nafas tizimini o'tkir zaharlanishlar, ya'ni is gazi bilan zaharlanganda is gazi organizmga kirib turib, gemoglobin bilan birikib olib, hamda qondagi kislorod oziqa moddalari bosh miyaga yetarli miqdorda yetkazib bermasligi hisobiga yuzaga kelib chiqishi mumkin. Endi bu ko'p esnash holatlari bo'lganda bir qancha tekshiruvlar amalga oshirish kerak. Ya'ni umumiy qon tahlili, qondagi leykosiy, gemoglobin hamda nitroslar miqdorini ko'rishimiz kerak. Undan tashqari qon tomirlar dopleri, ya'ni bosh miyani qon bilan ta'minlab beruvchi qon tomirlarini doplerini qilishimiz kerak. Shu tekshiruvlarga asoslanib, undan tashqari nevropatolog hamda gematolog ko'ruvdan o'tish kerak hamda kasallikka aniq tashxis qo'yib turib davolanadigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi.